Akalar suymisizlar, charchamayapsizlarmi? Servisimizga Matiz mashinasini olib kelishgan. Qadg'oylan qilyapmiz, cho'tki qilib. Akamiz o'zimizni mahalladalar, qadrdonimiz. Sharovoylari qiyshayib ketgan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana farqini solishtiringlar akalar. Ancha ham qiyshaygan. Bitta yamada shunchalik qiyshayib ketgan. Bitta yaxshigina zo'r, kichkina ariqchaga o'xshagan joydan o'tishgan ekan, mana shu darajada qiyshayibdi. Mashinalar ideal qilib beryapmiz. Akamiz eski klientimiz. Xudo xolasa cho'tki qilib bo'lgan jarayonlarni qo'yamiz. Birgalikda ko'rasizlar, ketdik. Akalar, Matiz mashinamiz ideal darajada bo'ldi. Sharovoy qo'yib berdik, koreyskiy. Granata qo'yib berdik va boshqa zapchastlarni qo'yib, pachinilarigacha qo'yib, balon boltlarni qo'yib, balonlar pirigit qilib chiroyli qilib berdik. Akamiz yurib ko'rib baho berishadi, birgalikda ko'ramiz, ketdik. Akamiz yurib keldilar, hozir o'zlaridan so'raymiz. Akam, mashina qalay bo'pti? Ideal darajada zo'r bo'pti. Gapi yo'q, qo'lingizda dard ko'rmasin. Joningiz sog' bo'lsin. Akamizga ishimiz juda ham ma'qul bo'ldi. Ancha yildan beri bizning klientimiz, cho'tki qilib berdik. Kelaverasizlar, manzilimiz Qo'qon shahrida. Nomerlar qoldiramiz. Akalar, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, bitta obuna bo'lib, bittadan like bosib qo'yinglar. Jonlaring sog' bo'lsin.